أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي الله سبحانه وتعالى شنو deydi وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يا ربي الله etti. Allah dedi ki, nima dedi Allah subhanahu wa ta'ala? İnni ma'akum. Men sizler bilen birge dedi. Men sizlerge yardım bermen dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Qanday qilsak yordam berdi? Deydi ki, la in aqamtumus salata ila axiri. Agar sizlar namozni ado qilsanglar, rasmiy iqoma qilib, shap o'qib qo'yish emas, rasmiy namozni ta'dil arkan bilan joyida ado qilsanglar namozni, namozni o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar, payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar ve ularga yordam bersanglar dedi. Ve şu peygamberlerimize yordam bersanglar ve Allah'ı qarzi hasana, Allah'ı güzel şu Allah'ın yolunda pul melonlarını sarf qilish, pul mallarimizni Allah yolunda sarf qilish, bu Allah'ı şu güzel ravishda Allah'ı berib turgan bir qarz. Allah subhanahu wa ta'ala uni necha hassilab qaytardi qiyomat kuni. Dunyoda ham qaytardi onunga. Kıyamette en çoğunu qaytardi. Allah'ı qarzi hasana bersanglar, yani pul melonlarni Allah yolunda sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni qanday qilman? La ukaffiranna ankum sayyiatikum. Chuqum men qanday qilman sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqarib o'tman dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Va qanday qilman sizlarni albatta ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizman. Va la udkhilannakum. Chuqum kirgizman dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Men kirgizman deb nima deb qo'ymadi. Chuqum sizlarni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizman dedi. Ya Rabbi bizni shu jannat ahlidan qilgin ey Rabbimiz. O'ylab boqaylik. Ay yuqorida shartlar va qadrli qarindoshlar. Yuqoridagi ishlarni qilsanglar, men chuqum shunday qilaman deb aytadi Parvardigor Rabbimiz Allah subhanahu va taala. Deydi-ki yana oyatning oxirida. Ya'ni shuningdan keyin faman kafara ba'da zalika. Shuningdan keyin, ya'ni shu ahdidan keyin Allah her bir mu'mindan shunday ahd e'lon qildi. Bizning mu'min bo'ldim degan gap Allohga shunday va'da berdim degan gap. Shunday qilaman ey Rabbim deb. Shu ahdidan keyin kimiki sizlardan kimki shu buyurilgan, men tarafdan buyurilgan amr qilgan buyruqlarimni inkor qiladi ekan, amr qilgan shu buyruqlarimni inkor qiladi ekan, u albatta u cho'qim qanday qilgan bo'ldi? To'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ldi dedi. To'g'ri yo'ldan cho'qim ezib ketgan bo'ldi deb Allah deb atadi qadrli qarinlar surma aytadi. Allah deb atadi. Allah bizni u azg'un kishilardan bo'lib qilishdan Allah o'z panohida saqlasin qadrli qarindoshlar. Demak qadrli qarindoshlar, assalomning ma'nolaridan birisi nima ekan? Allohning shariatini tatbiqlagan hamon, Rabbimizning shariatini tatbiqlagan hamon bizni Allah subhanahu va taala jannat yo'liga xotirjamlik ho'ylisi bo'lgan shu nozu ne'matli jannat yo'liga xotirjamlik yo'liga hidoyat qilganlikda shu yo'lga boshlaydiganligidan iborat bir bishoratni beradi. Yani Rabbimiz Allah deydi-ki Sure İsra'nın 9-oyatida inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Şübhisiz ki bu Kur'an-ı Kerim, bu Kur'an en doğru yo'lga boshlayuvchi deydi. En doğru yo'lga boshlaydi bu Kur'an. Mandıgarak yo'lga emas, egri bugri yo'lga emas, en doğru yo'lga boshlaydi dedi Allah subhanahu wa ta'ala.
Rabbimiz devatıda qadirli qarindoshlar. Alemlerning Rabbi Allah devatıda bu sözünü qadirli qarindoshlar. O'ylab boqayli. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salam. Shundaq Allah ki, uningdan boshqa hech iloh yo'q. U haqiqiy podshoh. Hamma narsadan pok. Butkul sifatlardan pok Allah. Nima kasik Allohimiz uningdan pok Allah subhanahu va. Assalam, salomatlik beg'ishlovchi. Salomatlik ato qiluvchi, xotirjamlik ato qiluvchi zot Rabbimiz. Allah bizni o'ziga loyiq ravishda haqiqiy taqvodor mu'minlardan qilsin qadrli qarindoshlar. Rabbimiz shunday deydi-ki, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu va la yashqa." Uning yo'liga ergashgan kishi hargiz ziyon topmaydi qadrli qarindoshlar. Hargiz ziyon topmaymiz qadrli qarindoshlar. Kimiki mening hidoyatimga ergashadi ekan, kimiki mening ko'rsatmamga, mening yo'l yo'riqimga ergashsa, fala yadillu va la yashqa. Allohning tamg'isi bu. Azmaydi, shaqiy bo'lmaydi deydi. Azmaydi, shaqiy bo'lmaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik. Ey Rabbimiz bizni ana shu azmaydigan, shaqiy bo'lmaydigan, sening yo'lingga ergashadigan taqvodor mu'minlardan qilib bergin ey Rabbimiz. Sen haqiqatan hammaga qodirsan ey Rabbimiz. Shuna qadrli qarindoshlar, shuni nihoyatda aniq bilishimiz kerakki, butkul salomat, butkul xotirjamlik, butkul tinchlik hammasi faqat va faqat qaysi vaqt bo'ldi? Rabbimiz bilan birga bo'lgan vaqtimizda, Rabbimizning dinini qilgan vaqtimizda, Rabbimizning chekligidan yangan vaqtimizda, Allohni tonigan vaqtimizda, uning ibodatga cho'kkan vaqtimizda, uning kitobini to'g'ri tushungan vaqtimizda, uning shariatini ijro qilishga oldirgan vaqtimizda, uning buyruqlarida intizomchanlik bilan mangan vaqtimizda andin bo'ladi qadrlamaymiz. Andin bo'ladi. Vallahu yad'u ila daris salam. Rabbimiz bizni boshqa yerga emas, shu jannatiga chaqirdi qadrli qarindoshlar. Shu jannatiga chaqirdi. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد نقول خالغان kishini nima qiladi? To'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Xalqan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Yaxshilik qilgan, yaxshi amal qilgan kishilar uchun jannat bor va uningdan ziyodasi bor deydi Alloh subhanahu. Jannat bor ular uchun va jannatning ziyodasi bor. U nima? Rabbimizning jamolini shu jannatda xuddi osmondagi 14 kunlik to'lin oyni ko'rgandek ko'ra olishimiz. Jamolidan Rabbimizning jamolidan huzurlanish bu jannat ahliga berilgan eng cho'ng ne'mat. Jannatning cho'ng ne'mat Rabbimizning jamolini ko'rish. Shuni oyatda lillazina ahsanu al-husna jannat biyada. Jannat bor ularga yaxshilik qilgan kishilarga. Ve ziyadesi var. Rabbimizden cemalini görüş. Ey Rabbimiz senden tövencilik bilen tileyimiz ey Rabbimiz bizni şu cemalından huzurlandığın, şu cemalını körüp huzurlandığın müminlerden, şu bakitlik müminlerden kılgın ya Allah. أنا العبد الذي